Farzandingiz 8-15 yosh oralig'idan farzandingizni IT sohasidagi bilimlarni rivojlantirishni xohlaysiz. Robotika nima uchun kerak deysizmi? Siz hozir shunday ma'lumot eshitasizki, bu sohaning farzandingiz va o'zingiz uchun naqadar muhimligini anglaysiz. Keling, robotexnikaning top 5 foydasini ko'rib chiqamiz. Bu nafaqat mantiq, tanqid, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Robotexnika o'z bolalarda muammolarni hal qilish, izlanish, sinash, yangilik yaratishga uyg'otadi. Ular endi faqat foydalanuvchi emas, yaratuvchiga aylanishadi. 2. Robotexnika bolalarda muammoni hal qilish, yangi narsalarni yaratishga qiziqish uyg'otadi. Ularni IT, muhandislik, dasturlash kabi zamonaviy sohalarga tayyorlaydi. 3. Loyiha ixtirolar yaratishda ular jamoa bo'lib ishlashni o'rganadi. Bu esa muloqot, liderlik, hamkorlik ko'nik bilan shakllanadi. Bu yoshda bugun kichik loyihalar ustida ishlasa, ertaga jamoa yetakchisiga aylanadi. 4. Ular xayolidagi g'oyalarni haqiqiy loyihaga aylantiradi. Xayol endi reja endi loyihaga aylanadi. Robotika musobaqa tayyorgarlik ko'rishi hamda g'olib bo'lish o'rganishadi. 5. Robotenik bu shunchaki texnologiya emas, bu kelajak sari darhol qadam. Bizning hokimiyatga yetmasin Sofiya ro'parasi 2-qavatdamiz. Joylar soni cheklangan, imkoniyatlari juda ham ko'p. Bugun ro'yxat ertaga farzandingizning kelajagi bugundan boshlanadi. Robust bu texnologiya, IT, tafakkurning yo'li.